Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda biz Neoline modellarini qanday qilib обновление qilish ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik hozir sayt o'zgardi kecha yaqinda. O'shaning uchun ko'pchilik proshivkani qayerdan yuklab olaman degan savollar juda ko'p kelib tushyapti. Va shu paytgacha bo'lgan barcha videolar mana oldinga chiqqan, mana adashmasam 2026-yil 7-oy iyuldan boshlab iyulgacha olingan videolarning barchasi ya'ni aktual emas уже. Aynan o'shaning uchun agar siz Neoline foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, farqi yo'q qaysi modelda, 77 bo'ladimi, 88 bo'ladimi, farqi yo'q. Agar siz Neoline brendining, ya'ni mana shu Neoline brendini foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni siz aynan to'g'ri videoga kelibsiz. Qanday qilib hozir to'g'ri обновление qilishni ko'rib chiqamiz. Neoline saytida katta o'zgarishlar bo'ldi. Sayt o'zgardi. Oldin Neoline.ru bo'ladigan bo'lsa, hozirda saytimiz Neoline.uz-ga o'zgardi. U saytga qanday kiramiz, qanday qilib shaxsiy kabinetdan o'tamiz, proshivkani qanday yuklaymiz degan sizlarda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Buni bo'lmasam hozir ketma-ket ko'rib chiqamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsa, bizga fleshka kerak. Fleshkani qanaqasidan olaylik degan savol tug'ilishi mumkin. Fleshkani iloji boricha o'sha 2 GB dan boshlab turib to 32 GB gacha bo'lgan fleshkani olishni tavsiya qilaman. Va bizga kompyuter yoki telefon kerak. Telefon orqali qilsa ham bo'ladi. Xuddi shu ketma-ketlikda qilinadi. Farqi yo'q. Biz hozircha kompyuterda ko'rib chiqamiz. Plus bizga radarimiz o'zi kerak. Aynan sizlarda 88 bo'lmasa ham, sizlarda masalan 7700S bo'ladimi, Black bo'ladimi yoki 7800 bo'ladimi yoki boshqa model bo'ladimi, sizlarda 88 bo'ladimi? Hammasini обновлениясini bir xil ketma-ketligi bir xil. Hammasidan saytdan yuklanadi, model tanlaysiz, hammasinikini bir xil. Faqat nastroykasini, ya'ni nastroyka qilayotgan paytimizda har xil xolos. O'sha paytgacha bo'lgan jarayon Neoline modellarini hammasida bir xil. Hammasini fleshka orqali yuklasa bo'ladi. Bo'lmasam qani biz ko'rib chiqamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsa birinchi bo'lib turib Google Chrome ilovasiga kirib olamiz. Google yoki Chrome farqi yo'q. Mana biz mana shu Google Chrome ga kirib olamiz. Kirib turib, ekran kattaroq turib, qidiruv bo'limiga nima yozamiz? Yaxshilab e'tibor beringlar. Qidiruv bo'limiga Neoline.ru emasdan uz deb yozamiz. Shunisiga yaxshilab e'tibor beringlar. Saytimiz shu ru dan uzga o'tgan. Xuddi shunaqa Neoline.uz deb turib poistga beramiz. Qidiruvga beramiz poist deb. Va shu yerda chiqib kelgan birinchi saytimizga kiramiz. Mana shu metlarni yaxshilab qarasanglar 3w.neoline.uz degan sayt chiqib keladi. Shu saytga o'ziga kiramiz. Kirib turib bizda ruscha mana shunaqa e'lon balobatlarlar chiqib keladi. Agar siz ruschani bilmaydigan bo'lsanglar, shu tepada bizda o'zbek tili bor. Yoki xohlasanglar rus tilini biladigan bo'lsanglar, rus tilida ham qilsanglar bo'laveradi. Tak unchalik qiyin emas. Biz rus tilida ko'rib chiqamiz. O'zbek tiliga ko'rib chiqaylik. O'zni bosadigan bo'lsak, ekran o'zbek tiliga o'zgaradi. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa shu saytda eng pastga tushamiz. Bizga bu yerda narsalar kerak emas. Agar mabodo sizlar agar radar sotib olaman deydigan bo'lsanglar, qayerdan sotib olsam bo'ladi, qayerda ishonchli deydigan bo'lsanglar, mana Neoline o'zining ofitsial sayti. Shu yerdan sotib olsanglar bo'ladi hamma mahsulotlarni. Ko'rib turganlaringizdek, xuddi shu narsalar bor. Video registrator, akustika, ya'ni mana aksessuarlar, har xil aksessuarlar bor. O'sha yerdan original magazin hisoblanadi. Bizga bu narsalar kerak emas. Bizga kerak narsa biz saytda eng pastga tushamiz. Eng pastga tushganimizda xuddi shu oyna chiqib keladi. Bu oynadan biz shu yerda yaxshilab qarasanglar, mana ikkinchi qatorda qurilmalarni yangilash degan chiqib keladi. Qurilmani qo'llab-quvvatlash emasda, mana shu qurilmalarni yangilash degan knopkani ustiga bosamiz. Bosib turib, shu yerda ya'ni shaxsiy kabinetdan ro'yxatdan o'ting degan mana shaxsiy kabinet yaratishlar kerak. O'sha yaratib turib, o'sha orqali fayllarni yuklab olamiz. Uning uchun biz shaxsiy kabinetni ustiga bosamiz. Bosib turib, sizlarda xuddi shunaqa ekran chiqib keladi hammada.
agar telefon o'zbek telefon raqaminglar bo'ladigan bo'lsa, o'zbek sim karta orqali registratsiya qilsanglar mumkin. Agar sim karta yo'q deydigan bo'lsanglar, telegraminglar bo'ladigan bo'lsa, telegram orqali ham registratsiya qilsa bo'ladi. Biz hozircha telefon raqami orqali ko'rib chiqamiz. Uning uchun hamma o'zini telefon raqamini kiritadi. Telefon raqamlarini kiritganlardan keyin yuborish knopkasini bosamiz. Yuborish knopkasini bosgandan keyin sizlarga kod SMS keladi. 5 xonali raqam. O'sha 5 xonali raqamni kiritamiz. Xuddi shu 5 xonali bu raqam sizlarga SMS orqali keladi. Telegramlarga bormaydi. Primoy SMS dan keladi. Xabarlarni qarashinglar, xuddi shunaqa 5 xonali kod Neoline tomonidan yuborilgan bo'ladi. O'sha 5 xonali kod kiritganimizdan keyin OK knopkasini bosamizda o'zimizda xuddi shu shaxsiy kabinetimiz уже yaratildi. Endi bizga bu yerdan qayerdan proshivkani yuklab olamiz deydigan bo'lsanglar, eng pastda mana qurilma yangilanishlari degan turibdi. O'sha qurilma yangilanishini ustiga bosamiz. Bossak, xuddi shu oyna chiqib keladi, shaxsiy hisob. Men o'sha qurilmalarni qo'shib qo'ygan edim. Sizlarda qanaqa oyna chiqib keladi? Birinchi bo'lib turib, mening qurilmalarim deb chiqib keladi. Sizlarda 0 turadi qurilmalar. Men o'sha obnovleniya qilganim uchun menda ikkita chiqib qoldi. Keyin ikkinchi bo'lib turib, qurilmalarni qo'shing degan chiqib keladi sizlarda. Mana tepadagi mana menda turgan 88 da sizlarda chiqib kelmaydi. Birinchi bo'lib chiqib keladigan narsa sizlarda shu qurilmani qo'shing degani model tanlang turibdi. O'sha modelni tanlang degan yonida streka turibdi. O'sha strekani bosib turib, sizlar modellinglar qanday bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha modelni tanlaymiz. Masalan, sizlarda 7700S bo'ladigan bo'lsa, 7700S ni bosasizlar. Masalan, bizda hozir 8800 Wi-Fi Black, lekin bizda o'sha 88 Wi-Fi Black o'sha qo'shilgan edi. Masalan, boshqa model qo'shib ko'raylik. Misol qilib olsak, bu yerda mana 7700S Black olamizda. Black olib turib, ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda qo'shish degan knopka turibdi yonida. O'sha qo'shish degan knopkani bossak bo'ldi. Bizga o'sha radar detektorimiz qo'shildi. Mana ko'rib turganlaridek, menda o'sha Patruskan qo'shilgan edi oldin, 88 dan oldin qo'shilgan edi. Endi mana 7700S Black qo'shildi. Endi bizga 7700S Black kerak emasda. Bizga kerak bo'ladigan narsa, bizning modelimiz 8800 Wi-Fi Black bo'lganligi uchun birinchi bo'lib tortadigan narsamiz baza radarov Rossiya Federatsiya SNG degan turgan bo'lsa, o'shani yonidagi skachatni bosamiz. Mana birinchi qator turgan bo'lsa, xuddi shu bazani yuklab olamiz, O'zbekiston bazasini. Yonidagi skachat knopkani bosamiz. Bosganimizda mana tepada bu yerda загрузка ketayotganligi haqida e'lon chiqib turadi. E'lon desa bo'ladimi? Xabarnoma, bildirishnoma chiqib keladi. Hop, birinchi fayl tortdik. Keyingi tortadigan faylimiz, mana ikkinchi fayl tortamiz. Proshivka GPS 14, yerda 20 degan proshivka turadi. Adashib ketibman, uzr. Ikkinchi qatorda mana turgan ekan. Международная baza radarov turibdi. Bizga bu narsa kerak emas. Mana buni yonida ikkinchi qator turibdi. Mana skachat turgan. Bu kerak emas. Yonda turgan. Международная baza bizga kerak emas. Uni o'tkazib yuboramizda. Keyingisi mana proshivka GPS 14, yerda 20 ni yonida turibdi. Shu proshivka bizga kerak. Buni yonida mana skachat turibdi. O'sha skachatni bosamiz. Skachatni bossak, bu yerda ham o'sha proshivka загрузка ketyapti. Endi keyingi tortadigan narsamiz bo'ldi. Bizga shu narsa kerak edi. Tepadagi narsa kerak. Bo'ldi. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Mana Xscope 88 Wi-Fi Black qurilmani mana firmware ning o'zgarish holatlari bu kerak emas. Oxirida ham alternativniy sposob bu balobatalar kerak emas. Bizga asosiy tortiradigan narsa bazani tortdik. Plus mana proshivkani tortdik. Bo'ldi. Bizga hech narsa kerak emas endi. Saytdan endi chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Saytdan chiqib ketamiz. Chiqib ketib turib, endi kompyuterimizda o'sha mo'y kompyuterga kiramiz. Mo'y kompyuterga kirib turib, mana flashka men o'sha solib qo'ygan edim. Flashkani, sizlar ham flashkani solib turib, mana shu yerda chiqib keladi. Sizlar flashkalar ham. Keyin e'tibor beringlar. Flashkamiz ichi обязательно pustoy bo'lish kerak. Ichida agar boshqa fayl bo'ladigan bo'lsa, radar detektor obnovleniya bo'lmay qolishi mumkin. Formatni qanday qilamiz? Format qo'yish kerak kartamizni. Formatni qanday qilamiz deydigan bo'lsanglar, xuddi shu mana o'sha flashkalarning ustiga mishkani chap knopkasi bilan bitta bosasizlar,
bosib turib, mana bu yerda mishkamizni o'ng knopkasini bosamiz. Mana ustiga bir marta chap knopka bilan bosamiz, bir marta o'ng knopka bilan bossak, shu yerda formatировать degan bo'lim chiqib keladi. Mana yaxshilab o'qisanglar, shu yerda mana biz formatировать degan chiqib keladi hamma kompyuterda. Formatni ustiga bitta bosamiz, bosib turib, bu yerda hech narsasiga tegmaymiz. Bu yerda начать degan yozuv chiqib keladi. Mana sizlarga o'chib qoldi, boshqatdan qilaman. Formatировать. Mana xuddi shu narsa начать deganni bosib qo'yamiz yoki start, agar kompyuterlar ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, start degan yozuv shunday bosib qo'yamiz. Bosib turib, bu yerda xuddi shunaqa yana bildirishnoma chiqadi. Bunga OK deganni bosamiz. Bosganimizdan keyin fleshkamiz format bo'ldi. Hozir. Mana fleshga format bo'ldi degan bildirishnoma chiqib keldi. Xo'p, ikkisi bosib ketamiz bundan. Bo'ldi. Fleshkamiz endi ichida hech narsa qolmadi. Endi nima qilamiz degan savol bo'lsa-lar, boya saytdan ikkita fayl yukladi. Bu ikkita fayl qayerdan olamiz degan savol tug'ilishi mumkin. U narsa kompyuterimizni загрузки degan bo'limiga tushadi. Agar o'sha Google yoki Chromedan tortadigan bo'lsalar, u fayllar загрузкиga tushadi. Yoki downloads deb chiqib keladi. Mana shu strelkani eslatib qolsanglar, загрузкиga kiramiz. Kirib turganimizda bu yerda mana C8 Black bilan keyin mana uni tortdik. Endi mana yaxshilab qarasanglar, bu yerda ikkita fayl turibdi. Bizga mana baza Wi-Fi GPS tegmay turamizda. Xuddi shunaqa faylni tortdik. Bu faylni lekin извлечь qilish kerak. Ya'ni bu qanday qilinadi? Bu fayl ustiga bir marta bosamiz. Mana pрошивка degan GPS 14 erda 20 degan ustiga mishkamizni bir marta chap knopkasi bir marta chap knopkasi bilan bosamiz, keyin o'ng knopkasini bitta bosadigan bo'lsak, bu yerda извлечь всё degani bor. Mana xuddi shunaqa sizlarda ham chiqib keladi, hamma kompyuterda chiqib keladi. Извлечь всё deganni bosamiz. Bu yerda xuddi shunaqa oyna chiqib keladi. Bu yerda hech narsasiga tegmaymiz. Oddiy извлечь deganni bosamiz. Извлечь qilsak, mana xuddi shu yerga qaysi faylga tushib qoldi? Hozir ko'ramiz. Загрузкиga qaytadan kirib, xuddi shu yerga o'sha загрузкиning ichiga tushdi mana. Hozir mana shu faylni biz hozir извлечь qilgan bo'lsak, mana xuddi shu yerga извлечь qilingan tushdi. Ya'ni bu yerda papka yaratildi. O'zi alohida papka yaratib qo'yibdi. O'sha papkani ichiga kiradigan bo'lsak, bu yerda 3 ta fayl turibdi. Endi bu 3 ta faylni nima qilamiz? 3 ta faylni belgilab turib, belgilab turib, copyright qilish, adashib ketdim. Boyaga faylimizga kiramiz. Faylimizga kirib turib, bu yerda 3 ta fayl chiqib keladi. Bu 3 ta faylni biz hozir belgilaymiz. Belgilab turib, mishkani o'ng taraf knopkasini bosib turib, bu yerda copyright degan chiqib keladi. O'sha copyrightni bosamiz. Bosganimizdan keyin yana boshiga qaytamizda. Этот kompyuterga kiramiz. Adashib ketdim, uzr. Hop, keyin qiladigan ishimiz o'sha USB nakopitelga kiramiz. Ya'ni o'sha sizlar solgan fleshkani ichiga kiramiz. Kirib turib, endi boyaga copyright qilgan fayllarimizni bu yerga qo'yamiz. Mishkani o'ng taraf mana ko'rsatay. Daqiqa. Boshqatdan kirib mishkamizni o'ng tarafdagi knopkasini bosamiz. Bosib turib, bu yerda вставить degan yozuvni bosamiz. Вставить bosganimizdan keyin bu yerda 3 ta fayl paydo bo'ladi. 3 ta fayl belgilagan edik. O'sha 3 ta fayl chiqib keladi. Keyin bizga plus baza kerak. Baza xuddi boyaga papkada qolgan edi, esingizda bo'lsa, mana загрузкиga kiramiz. Ya'ni boshqatdan загрузкиga kirib turib, bizda mana baza GPS degani qolib ketdi boya. Biz hozir faqat mana pрошивка 1420 ni ko'chirdikda fleshkamizga, mana qolib ketdi. Endi buni belgilab turib, copyright qilamiz. Copyright qilib turib, fleshkaga solamiz. Yana fleshkaga qaytib turib kiramiz. Fleshkaga kirib turib, вставить bosamiz. Bo'ldi. Shu to'rtta fayl bizda yuklandi. Endi sekin radarimizga ham o'tsak bo'laveradi. Fleshkani sug'urib olamiz xavfsiz yo'l bilan.
Bo'ldi. Flashkani endi bemalol sug'ursak ham bo'laveradi. Flashkamiz oldik. Keyingi qiladigan ishimiz endi bizga radar detektorimizni o'zi kerak bo'ladi. Endi radar detektorimizni ochamiz. Mesela yangi obzor, hali ishlatilmagan radar. Borligini ko'rsataman. Xuddi shunday barsetkada chiqib keladi. Ochamiz. Ochib turib, bizda shu yerda har xil krepleniya variantlari, bu yerda tok. Lekin e'tibor beringlar, bizga xuddi shu korobka dokumenti ichidan chiqadigan xuddi shu переходник kerak. Xuddi shu narsasi ham kerak обновление paytida. Busiz обновление qila olmaymiz. Agar flashka orqali обновление qilgan bo'lsanglar, bu narsa bo'lmasa обновление qila olmaymiz. Bizga hozir radar detektorimiz kerak. Radar detektorimizni ochamiz. Radar detektorimizni o'zi yangi, hali yonmagan ham даже. Yeri 25 ekan. Hop, biz boyaga flashkani olamiz. Boya mana flashkaga fayllarni soldik. O'sha to'rtta fayl bo'lishi kerak обязательно. To'rtta fayl soldik. Plus mana narsa kerak. Bu narsani qayerga suqamiz? Mana radar detektorimiz o'ng tarafda, xuddi shu yerda zaryadchikka o'xshagan narsa bor. Shu yerga birinchi buni suqamiz. Suqganimizdan keyin boyaga bu flashkamizni xuddi shu yerga qo'yamiz. Qo'yib turib, qo'ydik. Xuddi shu tartibda bo'ladi. Lekin e'tibor beringlar, agar sizlar mashinada radar detektorlarni обновление qilaman deydigan bo'lsanglar, birinchi bo'lib turib flashkani suqib olishinglar kerak. Agar radar detektorlar tokka suqilib yoniq turgan bo'lsa, radar detektorlar обновление qilmaydi. Просто ekran hech narsa bo'lmasdan turaveradi. O'shaning uchun tokdan sug'uringlar. Tokdan sug'urib turib, birinchi bo'lib turib, mana xuddi shu tartibda flashkamizni suqib olamiz radar detektorimizga. Endi sekin pitaniya bersak ham bo'ladi. Xo'p do'stlar, keyingi qiladigan ishimiz radar detektorimizga pitaniyani beramiz o'zini tok orqali. Xo'p, pitaniya berganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna chiqib keladi, загрузка ketadi. Baza, pрошивка, ovoz, balobattalar hammasini yuklash ketadi. Deyta 2-3 daqiqa vaqtimizni olsak kerak. O'shaning uchun videoni biroz tezlashtirib yuboraman. Обновление bo'lgandan keyin videoni qanday qilib to'g'ri настройка qilish ko'rib chiqamiz. Hop, radar detektorimiz обновление bo'ldi. Endi bizga flashka kerak emas. Buni sug'urib tashlaymiz. Sug'urib tashlab turib, endi qanday qilib radar detektorlarni maksimal uzoqlik darajada olish uchun настройка qilib chiqamiz. Hop, bizda mana knopkani bosamiz, chap knopkani. Настройки. Wi-Fi обновление. Birinchi bo'lib turib biz сброс berib olishimiz kerak. Radar detektorimizga zavod sozlamalarini bir marta qo'yish kerak. O'shaning uchun Wi-Fi login, Wi-Fi parоль. bitta narsalar kerakmas, biz ketaveramiz. Автоприглушение, мульта, языk. O'tkazib yuboramiz. Часовой сброс версия ПО. O'tib ketdim. Сброс Mana настроек. xuddi shu сброс настроек degani bor. Bu yerdagi yo bu yerdagi knopkani любой bittasini bossak, сброс beradi. Настройки восстановлены. Wi-Fi Bu обновление. radar detektorimiz сброс bo'ldi. Endi sekin to'g'ri настройка qilib chiqaramiz. Wi-Fi login. Wi-Fi parоль. Голос. Bu yerda 5 xil ovoz bor. Xohlagan ovozinglarni tanlasanglar bo'ladi. Pyotr bor, Sandra bor. Menga misol Mr. X ovozi yoqadi. Sizlar o'zingizlarga xohlagan ovozinglarni qo'ysanglar bo'ladi. Bu radar detektori uzoqdan aniqlash masofasiga ta'sir qilmaydi. O'shaning uchun davom etaveramiz. Signatura полный turadi. Avtopриглушение 50% da turgani yaxshiroq. Nimaga? Masalan, radar detektorlar bir marta multiradar deb ogohlantirdi. Deydi 3 sekunddan keyin yoki 5 sekunddan keyin ovozi 50% ga pasayib qoladi. Sizlarni ortiqcha bezovta qilmasligi uchun yaxshi zo'r narsa, zo'r funksiya. O'shaning uchun bu narsa 50% da turish kerak hamada. Xohlasanglar o'chirib qo'ysanglar, murovlar. O'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, radar detektorlarning tovushi birdek turaveradi, titrlashi. No, tak men o'zim 50% ga qo'yib qo'yaman.
Hozircha multiradar yo'qligi uchun o'chirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Uni xohlasanglar yoqtirsa ham bo'laveradi. Bizda poka что yonib turaversin, balki multiradarlar chiqib qolishi mumkin. Tilni shu yerdan o'zbek tiliga o'zgartirishlar mumkin yoki rus tilida. Agar rus tilini bilmaydigan bo'lsanglar, xuddi shu joydan o'zbek tiliga o'tkazib olsanglar bo'laveradi. Biz rus tilida davom etaveramiz. Часовой пояс. Bu narsa 5 ta turadi. Сброс настроек. Zbros qildik, bu kerak emas o'sha. Версия ПО. Mana oxirgi pрошивка 14 va yerda 20 pрошивка bo'libdi. Версия GPS базы. Baza bugungi baza bilan yuklandi. Bugungi sanamiz 12 avgust bo'ladigan bo'lsa, 12 avgust yuklandi. Настройки ПРО. Davom etamiz. Автотурбо. Avtoturboni yoqmaymiz, kerak emas. Bu har doim o'chiq turishi kerak. Автояркость. Bu narsa ham xuddi shu avtoyarkis включённый turadi. Подсветка LED. Bu подсветка LED degani mana bu yerda rangini o'zgartirib qo'ysalar bo'laveradi. Режим подсветки LED. Подсветка LED. Mana bu ikkita knopkadan boshqarib turib, rangini o'zgartirsa bo'laveradi. O'chirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Notak men maslahat beraman. Avto degani bor. Shu avtoga qo'yadigan bo'lsanglar, ranglari o'zgarib turadi. Masalan, tezlikni oshiradigan bo'lsanglar, qizilga o'zgaradi. Agar to'g'ri tezlikda ketayotgan bo'lsanglar, ya'ni belgilangan tezlikda ketayotgan bo'lsanglar, Режим подсветки LED. ya'ni yashilda yonib turadi, как shunaqa. Notak avtoga qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Buni o'tkazib yuboraveramiz, kerak emas. Подсветка. Подсветка, BT подсветка bu ichidagi ekranni adashib ketibman. Po umolchani, ya'ni qanday tursin? Masalan, oddiy turganda sariq tursinmi, yashil tursinmi, qizil tursinmi, o'shani belgilab qo'ysanglar bo'laveradi. Bizda qizil tursin, mayli. Ko'k turaversin. Ko'k yaxshi. Mana davom etaveramiz. Переворот display degani bor. Ekranni, ya'ni o'zgartirib qo'yish, bunday tushirib qo'yish. Agar radar detektorlarni shunday o'rnatadigan bo'lsalar, ekranni shunday o'zgartirib qo'ysalar bo'laveradi. Lekin bizga hozir kerak emas. Biz yana qaytib joyiga qo'yib qo'yamiz. Davom etaveramiz. Motion control. Motion control zvukda turaveradi. Agar radar detektorlar bunday qiladigan bo'lsalar, ovozi o'chadi. Сигнал. Bunga tegmaymiz. Оповещение кей-диапазона в режиме трассы. Bularni o'tkazib GPS без звука до. РД без звука до. Yerda bezukani 30 km yoki 40 km qo'yib qo'ysalar bo'ladi. 40 km tezlikgacha ovoz chiqmaydi radar detektorlar. Ekranda aytaveradi, masalan, radar 70-60 deyaveradi, lekin ovoz chiqmaydi. Shunaqa. Buni 40 qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Ortiqcha bezovta qilmaydi. Приоритет. Prioritet обязательно erda turaversin. Допустимое превышение. Bulardan o'tib ketaveramiz. Максимальная скорость. Снижайте скорость. Bular kerak emas, o'tkazaveramiz. Дальность GPS. Радиус зоны. Радиус удалить зону. Посты ДПС. Муляжи. Засады. Перекресток. Кей. Лазер. Радар. Лачин. Bu radarlar hammasi yonib turaversin. Кордон. Каскад. Hikvision. Hikvision. Wi-Fi обновление. Bo'ldi, radar detektorimiz bir aylanib keldi. Biga ana kaskad, lochin deganlar hammasi yonib turaversin. Bo'ldi, endi xuddi shuni knopkani bosib tursak, Настройки завершены. nastroykalarimiz uchun saqlanib bo'lib qoldi. Endi qaysi rejimda yurgan ma'qul deydigan bo'lsalar, mana shu xuddi shu turgan signaturni rejimda turaversin. Agar trassaga chiqib ketadigan bo'lsalar, trassa rejimini qo'ysalar, pamix ko'payib ketadi. Iloji boricha mana signaturada yursanglar, radarlarni yaxshi masofadan 300-400 metrdan masofadan olib beradi. Yo, agar menga maksimalniy masofa kerak bo'ladi degan bo'lsalar, Трасса. trassa rejimiga qo'yib yuraverasizlar. Xscope. Сигнатурный. Men maslahat beradigan shu signaturni rejimda yurishi. Трасса. Yoki yana bitta rejim bor, Xscope degan rejim. Xscope 75 km tezlikgacha signaturni rejimda bo'ladi. 75 tezliklardan keyin trassa rejimiga o'tadi. Трасса. Notak Xscope. men signaturni yuraveraman. Shaharda ham, trassada ham signaturning o'zi yetadi. Hozircha shular edi. Radar detektorimizni shunday qilib amaliyoyini qildik. Endi radar detektorlar xudo xolasa radarlarni maksimal tezlikda olib beradi. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, foydali bo'ldi degan umiddaman. Boshqa radar detektorlarimiz ham xuddi shu Neoline modellari xuddi shu tartibda qilinadi. 77 bo'ladimi, 88 bo'ladimi, 78 bo'ladimi? Xuddi shu tartibda amaliyoyini qilinadi. Bo'lmasam, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.